Leksiyimizi davamlaştırıyoruz hürmetli vatandaş. O'tgan leksiyalarimizda buni jip uchun sizlarga taqdim qilgan edik. Bugun mavzumuz bugun Chislaga vatandaş 2022-yil 2-oyning 16-kun. Rossiya armiyasi har vaqtdagidek Ukrainaga tajovuz qilishi mumkin. Yo'q, to'xtab tur. Mavzuni o'qimay hassos ketdim. Mavzu bunday vatandaş. Jang dumbiga yangrashga boshladimi? Xi Jinping umumiy yuzlik urushga tayyorlik qilish to'g'risida amaliy manevr qilishga harbiy buyruq tushirdi. Mavzuli xabar 2-oyning 15-kuni Jungo nazar torbeti e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bu torbet e'lon qilishda Xi Jinpingning askariy qismlar bilan birga turgan, qo'lida avtomatik miltiqni ko'tarib batlayotgan, anda vujudi usti kiyib olgan kiyimning hammasi harbiy forma. Shundaq surat ostida berilgan xabar bu vatandaş. Rossiya armiyasi har vaqtdagidek Ukrainaga tajovuz qilib kirishi mumkin. Rossiya va Ukraina ikki davlatning jiddiylashgan munosabatlari o'zgarayotgan bir paytda Xi Jinping Jungo Markaziy harbiy ishlar komitetining raisi sifatida urushga, umumyuzlik urushga tayyorlik qilish to'g'risida buyruq tushirdi. Avstraliya davlat mudofaa ministri ogohlantirib bunday ko'rsatdi. Ukraina vaziyatining yomonlashib ketishi Hind Tinch okeani rayoning bexatarlik vaziyatiga ta'sir ko'rsatdi. Shinalaki agar Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib kirdi ekan, Jungo Tayvanga yangi bir maydon tajovuzchilik urushi qo'zg'aydi. Xi Jinping harbiy buyruq tushirib, urushga tayyorlik qilish belgilamasi e'lon qildi. Jungo agentligi Xinhua 2-oyning 12-kuni xabar qilib munda ko'rsatdi. Rais Xi Jinping harbiy buyruqqa imzo qo'yib, armiya qurollanish, sinaq qilish, nazorat qilib bog'lash belgilamasi umumiy yuzlik urushga tayyorlik qilish belgilamasini e'lon qildi. Bu belgilama 2-oyning 10-kunidan boshlab ijro qilindi. Bu belgilama 11 abzas 56 moddaga bo'lindi. Hammasi umumiy yuzlik urushga qaratildi. Orqadilla 2-oyning 14-kuni Markaziy harbiy ishlar komiteti ishxonasi armiyada xizmat ko'rsatganlik sharaf mukofoti berishni yo'lga qo'yish chorasini e'lon qildi. Yo'lga qo'yish chorasi urushga tayyorlik qilish ehtiyojini nazarda tutib, urush davri va odatdagi davr deydigan davrlarga xodimlarni farqlantirish, kasbiy vazifalarga bo'lindi. Tafsilotlashtirish, miqdorlashtirish, mukofot berish sharti qatorliqlarga ayrildi. Ya'ni miqdorlashtirish, tafsilotlashtirish deganlar bu harbiylarga qartlar, harbiyning ichida gap ekan, men tushunmay qoldim vatandaş. Avstraliyada yashayotgan obzorchi Yuan Hongbing munda ko'rsatdi. Xi Jinping armiya qaratgan siyosatida umumiy setibelish, armiyani o'ziga qaratib olish, setibelish, o'ziga qaratib olish chorasini qo'llanib, askariy qismlarning ko'nglini xotirjam qildi. Chunki hozir uningga kerak bo'layotgani askariy qismlarning uningga sodiq bo'lishi edi. Bo'libmi askariy qismlarning uning Xi Jinpingning Tayvanga qurolli hujum qilishdan iborat butkul davlat strategik siyosatiga sodiq bo'lishi kerak edi. Shunlashqa hozir Xi Jinping armiyaga setib olish va ma'qulga keltirishdan iborat pozitsiya qo'llanishga boshladi.